Bo'lingan Turkiston xalqining pasportlaridagi nomlanishlari. Qozog'iston aholisi pasportida azamat deb yozilgan, ya'ni jasur mard kishi degan ma'noni bildiradi. Turkmaniston aholisining pasportida rayat, ya'ni xalq degan ma'noni bildiradi. Qirg'iziston aholisining pasportida jaran, ya'ni jamiyat a'zosi deb yozilgan. Tojikiston Respublikasi aholisining pasportida shaharvand, ya'ni shaharlik aholi degan ma'noni bildiradi. O'zbekiston Respublikasining pasportida fuqaro, ya'ni qashshoq, kambag'al degan ma'nolarni bildiradi. Bugun men sizga qashshoqlar deb murojaat qilsam jahlingiz chiqadi. Lekin 38 millionlik O'zbekiston aholisiga nisbatan pasportida ushbu so'zlarni yozib qo'yishgan, ya'ni fuqaro deb. Hatto Mirziyoyevlar oilasining pasportlarida ham fuqaro, ya'ni qashshoq deb yozilgan. Nima uchun vatandosh emas, nima uchun bekalarga o'zgartirilmaganda, aynan mana shu arabchadan kelib chiqqan kambag'al, qashshoq degan so'z bugun 38 million aholiga nisbatan ishlatilib kelinyapti. Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.